Do'stlar, video avvalida sizlarga Kale Pro kanalini tavsiya etaman. Bu ajoyib videolar chiqaradi, ajoyib shortslar chiqaradi. Mana buni qaranglar. Bu lavada ajoyib qilib o'tadi. Sal tezlashtirib videoni. Buni qaranglar zo'r. Okey, nima qilaman desanglar, kanal YouTube'da qidiruv bo'liga Kale Pro deb yozasizlar va obunani bir urib ko'paytirib qo'yasizlar, ko'paytirib yetganiga qo'ng'iroqcha ham bosib qo'yasizlar. Ajoyib bloger bo'lmoqchi bu kelajakda. Endi esa mavzuga qaytamiz. Do'stlar, bugungi videoda sizlar bilan men Artifact, Raker, Kaizo bilan bekin machoq o'ynaymiz. Okey, bular ajoyib YouTube'da mashhur bo'lgan blogerlar. Barchaga salom, sizlar bilan men Galiard do'stlar. Bugun biz bekinamiz. Bekininglar artefaktlar. Okey, ko'zni pastga qarab turamiz obunachilar. Okey, 10 gacha sanayman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kim yashirinmagan bo'lsa o'zidan ko'rsin. Osh ko'raylikchi, botlarda hech kim yo'qmi-kana? Yo'q, botlarda hech kim yo'qmi-kana? Ularni qarab ko'rish kerak. Yo'q, bitta nima qiladi? To'xtanglar, mana bittani kiraylikchi. Yo'q, bitta hech kim yo'q. Balki o'rmon tarafda berkingandir bittasi. Osh, o'rmonda berkingandir. Yo'q, o'rmonda ham berkinmabdi. Osh, men bilan ham qarab ko'raylikchi. Botlarda ham yo'qdir. Yo'qdi. Okey, mashlarni qarab ko'raylik. Balki mana bu o'rmon taraflarga ketgandir. Xo'sh, botlarni ham qarab ko'ramiz. O'rmon tarafda hech nima yo'q. Ha, bo'pti. Xo'sh, nimani ko'ryapman? Kaizo o'zini sotib qo'ydi. Ha, bo'pti. Bu yoqqa Kaizo, yo. Ma bo'ldi. Kaizo o'yindan chiqdi obunachilar. Endi keyingi bo'lib ikkinchi o'ljamizni qidiramiz. Biz o'lja ovchilarimiz. O'lja qidiramiz, mana shulardan yo'qmikan-da? Hech kim yo'q bu yerda ham. Yo'q, Raker o'zini sotdi. Qatga qochasiz Raker aka, men sizni muxlisingizman-da. Endi ma bo'ldi ketdi. Yo'q, Artifact ham o'zini sotib qo'ydi. Bu yoqqa Artifact seni tutaman. Pachoq omadli ekan. Qishloqqa omadli bacha deydi, bechorga emas. Xo'sh. Okey. Obunachilar. Xo'sh, endi bular spam bo'lishini kutamiz. Spam bo'ldi. Joyida. Hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan biz Galiard bo'ldik. Kanalga obuna bo'lib like bosinglar. Shunda yangi video chiqadi. Bugungi videomiz qisqa bo'ldi chunki erindim. Ha, bo'pti. Xayr, ketishingiz mumkin. Artifact, Kaizo, Raker. Bo'pti, hammaga xayr.